Teng yo'li trapetsiyani asoslari A va B ga, yon tomoni C ga, diagonali esa D ga teng bo'lsa, shu ifodani isbotlang. Hop, C uchidan trapetsiyani balandligini tushiramiz. H bilan belgiladik. AC bizda teng yo'li trapetsiya bo'lguncha o'rta chiziqqa teng. O'rta chizig'i B plus A taqsim 2 ga teng. C1D esa bizda o'rta chiziqlar ayirmasini yarmiga teng. Dastlab uchburchak ACC1 dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasi h kvadrat plus a plus b taqsim 2 ning kvadrati teng diagonali kvadratiga. So'ng esa uchburchak C1D dan bu ham to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun h kvadrat plus b minus a taqsim 2 ning kvadrati teng c kvadratga teng. Sistema qilib yuqoridan pastni ayirib oladigan bo'lsak, ichki kvadratlar o'zaro yeyishib ketadi. Bu kvadratlar ayirmasi formuliga qo'ysak, a plus b taqsim 2 minus b minus a taqsim 2 ko'paytirilgan a plus b taqsim 2 plus b minus a taqsim 2 tenglik b kvadrat minus c kvadratga teng. Buni hisoblasak a ga teng. Bu ifodamizdan b chiqadi. A ko'paygan b imiz b kvadrat minus c kvadrat. Bundan d kvadrat ab plus c kvadratga tengligini isbotladik.